Assalomu alaykum hammaga. Mana 1 mosli 2 mosli pristamiz tayyor bo'ldi. Adres Samarqand Jonboy. Bu yoqdan kelishim 10 zot, manzotda o'tgandan keyin Samarqand shahridan o'tib kelaverasizlar. Katta trassani ustida bu yoqqa o'tib kelsangizlar Toshkentga o'tib ketasizlar. 1 mosli, 2 mosli tayyor pristamiz bor. Nalichida zakaz asosidan ham taxlab beramiz. Bu 1.30 ga 2 metr. Yangi chiqqan kobaltlar rangida. Bemalol kelaverasizlar, taxlab beramiz. Yana bitta pristamiz 1.32 2.30 taglari pol. Mana mol qo'y yuklasangiz da bo'ladi, mayda molchalar. Taglari burovoy turba. Mana taglari burovoy turba. Yana bitta razmerimizga kelsak 1.50 ga 3 metr 2 mosli 15 lik lasetni bo'ladi. Rushotga olinib qo'yiladigan. Mana taglar qaringlikdan taxlangan. Kecha yomg'ir yog'gani, yomg'irda qo'ygan, yana taxlab, yana videolar qilamiz. Yana bitta razmerimiz 1.40 ga 2.40 14 lik mashinaga qo'yiladigan yangi balonlardan qo'yib berganmiz. 1 tonna 1,5 tonna ko'taradi, mazatli risol bo'ladi. Shivillerda rushotga olinib qo'yiladigan. Kimga qanaqa razmer kerak bo'lsa, taxlab ham beramiz. Nalichida tayyor pristamiz ham bor. Adres Samarqand Jonboyda. Mana bu razmerimiz 1.60 ga 2.60 shivillerda yasalgan. 14 lik saka diskalar qo'yilgan. Taglarda mana amazatli risol bor mana. Mana. Bu razmerimiz 1.70 ga 3.10 temir tashiydigan akalarga yasab berdik. Mana 15 lik balonlari yaxshi holatda balonlarni qo'yib berdik. Oldinni bunaqa qilib zakaz qildirdik. Rushotkalar olinib qo'yilmaydi. Shunaqa bo'lsin dedilar. Baqvat bo'lsin dedilar. Mana taglari amazatli risol bor. Mana bu yerda tayyor bo'layotganlar ham bor. Adres Samarqand Jonboy. 2026-yil. Chislo esimdan chiqdi lekin. Mana bu yerda har xil assortiment bor mana. Mana shu yerda telefon nomerlarimiz bo'ladi, Telegram, WhatsApp bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Nalichida tayyor pristlar bor. Zakaz asosidan ham taxlab beramiz. Adres Samarqand Jonboy. Toshkent, Sirdaryo, Jizzaxdan kelaman deganlar ham yaqin. Bu yoqdan Qashqadaryo, Surxondaryodan kelaman deganlar ham yaqin mana. Katta trassani ustida. Adres Samarqand Jonboy. 2026-yil.